Assalomu alaykum, Trend Auto Servis hurmatli kuzatuvchi. Navbatda Nexia'miz olib qo'yganman. Nexia'larda bo'ladigan muammo, o'ynab ko'taring. Mana o'ynab ko'tarilganini oldiga tashlaydi, o'ta sekin. Ko'p bu Nexia bilan yo'lda bo'ladi, mana oldiga mana tashlashi. Xo'p, shuni muammoni o'zi hal qilishni o'rgataman. Like bosib turasizlar. Apishkamiz yechib oldi. Mana 4 ta boltni qotganini ko'rsizlar. Shuni tagini bo'shatasizlar. Bo'shatgandan keyin ikkita teshiladi. Mana bu narsa sal yonga o'tadi. Ana shuni hisobiga oldiga tashlash yoqiladi. Baroda teshib oldi. Yangi kontrollanadi. Mana shuni ko'ramiz. Tushir. Ko'tar.